Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər, işkiranımızğa xoş gəldinizlər. Mən Gollandiyadakı ixtiyar muxbiri Pidaya. Bugün diqqətinizə Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Rabiya Qadir xanımның Gollandiyadakı Uyğurlar bilan elib bağlan söhbətidən məlumat verimiz. Diqqətinizlər işkiranımızda bolsun. Avrupa'daki faaliyetleri devamında Gollandiyaga tekrar kelgan Dünya Uyghur Qurultayının reisi Rabiya Qadir Xanım 2016 yılı 16 noyabr kech Gollandiyadagi Uyg'urlar bilan yana bir qatam uchrashdi. O 11 noyabr bu yerdan o'tkicha butun dunyodagi Uyg'urlarning Cumhuriyet bayramini tabriklab salom yo'llagan. 16 noyabr kechki suhbat, ya'ni shu Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatida elib berildi. Faoliyatga mazkur jamiyatning kotibi Isa Qarajim riyosatchilik qildi. Suhbatga daxil bo'lgan Gollandiyadagi Uyg'urlar, Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati va Gollandiya Sharq Turkiston Uyg'ur birligi tashkiloti reislarining Rabiya Qadir xonimni qarshi olish tabrik so'zidan keyin Rabiya Qadir xonimning xizmat lokalarining 70 yoshga bilan 13 yildan beri men xalqaro da'vo qilish oliy maktabida doktorlik unvonini o'zimdan bo'ldim. Xalqlarni men o'zim. Ve Uyg'urlarning istiqboliga munosabatli masalalarda fikr qarashlarni Faaliyet oxirlashgandan keyin ko'pchilik xonim bilan birga xotir rasmga tushdi va ziyoratimizni qabul qilib, bugungi faoliyatdagi his tuyg'ularni ishkiranimiz orqali ko'rurmanlar bilan o'rtoqlashdi. Va alaykum assalom. Rabiya xonim har qatim Gollandiyaga keladi. Gollandiyaga kelgan vaqtimizda qo'llaridan kelishicha o'zining Uyg'ur xalqiga qilgan xizmatini xalqqa doklad qilish, ya'ni xalqqa hisobot berish mushlaba yaxshi xislat bilan keladi. Har qatim kelgandan keyin o'zining qilgan xizmatini xulosa va natijalarni beradi. Bizning xalqimiz uzun yillardan buyonqi İslami hakimiyetden dövləşən bir xalq. Biz Mənçin, Qarxıtay yoki Kommunist Xitay qatarlan zulm asıqıb qılıb, həqiqətən xalqımız ağır bir zulm mubtala oldu. Bunun şunda şərait vaxtımızda bizning xalqımız içki və taşqi düşmənlik qilishi bilan bizning ovozimiz sirtqa anlanmay keldi. Rabiya Qadir xonim qo'llardan kelishicha o'zining gapini emas, Sharqiy Turkistonning ichidagi izlagan musulmon xalqininki ovozini dunyoga anglatyapti. Gapni xulosalsak, Rabiya xonim Sharqiy Turkistondagi tajovuzchi Xitoyning zulm asıda qilib qolgan bizningki xalqimizningki ovozi bo'ladi, ovozni anglatadi. Shuning uchun dunyoning har qaysi joyidagi qarindoshlarimiz kichik ixtilofni tashlab, biz avvalan shu izlagan Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarimizning xizmatini qilayotgan, ovozi bo'layotgan shu qarindoshimizning qo'llab-quvvatlashi va ularga yaqindan yordam bo'lishi, agar ideya fikrini yaxshi ko'rmasa ham sabr qilishni umid qilaman. Bugun Dünya Uyghur Qurultayı reisi Uyg'urlarning ma'naviy onasi Rabiya xonim bir yarım saat etrafında leksiya verdi, qilgan xizmatlardan doklad berdi, nəhayət qızğın bir keyfiyat ötdi. Avropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati Dünya Uyghur Qurultayının faaliyetleri qanday qaraydi? Faaliyetlerге albatta ijobiy qaraydi. O Dünya Uyghur Qurultayının qilgan faaliyetlerini qo'llaydi. Bir tarafdan bizniki beshimizga kelgan külpatni anglatgan bo'lsa, yana bir tarafdan o'zining bir onalik sifatida haqiqiy ona balaga qanday mehr muhabbet bağlagan bolsa, qandaq içini bergen bolsa, şu halatlerde şu yerdə ifadəlab berdi. Şuna xalqların alqışına erişib geldi. Bu biz üçün nəhayəti qimmatli bir baha güher deb his qılsaq oldu, bunu qadirləsək oldu, bunundan faydalansak oldu. Çünki bir təşkilatın reisi yoki rəhbəri almışıb durdu, kep durdu. Amma bir liderning chiqishi onda qilsin. Bugün sizcə qanday oldu? Nəhayət yaxşı oldu. Avropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati bilan bugün bütün cemaatini çağırıp tükəşlər bilan bir uçuruş qıldım. Ularga vatanparvarlik haqqında, xalqımızın hazırki vəziyyəti haqqında, dünyadakı Uyğur davagirləri, yaşlar, çoğlar haqqında bir qurur deklad verdim. Hazırki ipirvatqan davadan xalqımızın hazırki bizning Dünya Uyğur Qurultayının bulubmu 5-ci dövlətlik Dünya Uyğur Qurultayı saylanğandan keyinki 4 yil işini qıldığı işlərimizdən deklad verdim. Həm strategik planlarımızdan deklad verdim. Onun sırtında bulanın sorğan suallarına cavab verdim. Uzun bir
Gollandiyadagi qarindoshlarimiz adı dava qayadan qayagicha. Buningki vatanimizning ishida qanday ahvollar bo'ladi, keyingi o'zgarishlar qanday bo'ladi dedi. Uningga men o'zimning imkonim bo'yicha javob berdim. Ham shuningdan boshqa nimedagi Taylanddagi ko'chmanlar haqida, Abduqodir Yapchan, Ilham To'xta haqida so'ralgan savollarga javob berdim. Uningdan sirt mening o'zimning vaqtim Gollandiyada içildi, Norvegiyada, Germaniyada içildi. Şu vaqtiga a'zo qabul qildim. Hammasi birdek a'zo bo'ldi. Nayt muvaffaqiyatli tugadi. Vaqtninki ishlardan xabarsiz qolgan vatandoshlarga qisqacha tushuntirib. Barliq vatandoshlarga shuni aytaman. Bizning vaqtimiz men hamda 12 yildan beri o'zim iqtisod tepib, o'zim beqib degandek Uyg'ur davası qılatıman. Hem Uyg'ur davasını nayt kengaytmasak bo'lmadi. Men intay qiyin ahvolga duch keldim. Agar mushnaqla mangadigan bo'lsa, iqtisod bo'lmasa da'vat chekinib ketadigan o'xshaydi. Hem da'vat to'xtab qolish ehtimoli bor. Shunga bu xatarni nazarda tutib, butun dunyoga vaqt qurib, har bir qarindishimning da'voga chiqmasmi 10 yevrodan bizga a'zo bo'lib kirib, mushu da'voni texnik kuchlantirish, Tibet xalqiga o'xshash, boshqa xalq mushundaq o'zining da'voiga 10 yevro, 20 yevro emas, hatto 15% hayotidagi turmushini ajratadigan. Men undaq bo'lmasmi? Hatto vatanga berib kelayotganlarmi 10 yevrodan berish kerak. Bizni berib andikin da'voga oldinglar, seninglar dedim. Ko'pchilik birdek ovoz qo'shib 10 yevrodan bizning vaqtiga yordam qildi, ham vaqtiga a'zo bo'lib kirdi. Dunyoning hamma yeridan kiryotdi. Men Uyg'ur xalqining men demabdima degandekin hech kim yoqdigini yo'q. Nayt xo'sh bo'ldim. Davani bundan keyin hammamiz birlikda ular iqtisod chiqirdi, biz o'zimizning hamkikimizdan chiqib birlikda yapamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat.